Bank kartasini ochishni xohlaysizmi? Pensiyangiz hisobingizga tushadi. Buning uchun pochtaga kelishni hojati yo'q. Balki menga shu yerga kelish yoqar. Bu haqida o'ylab ko'rmadingmi? Shunday qilsangiz qulay bo'ladi demoqchidim. Kimga? Senga o'xshagan ahmoqlargami? Sizga nega haqorat qilyapsiz? Toshingni ter. Xayrli kun. Qanday yordam kerak? Pensiya tushadigan kartamni olmoqchidim. Qani men aylantiraman. Men, yugur. O'g'ri, yordam bering. Nima qilyapsiz? Odamlar. Kampirlar. Bu axir dahshat-ku. Sharmanda. Men endi nima qilaman? O'zi bahaybat erkak bo'lsa, yaramas. Gumondorning yoshi taxminan qanchada? Taxminan 30 da. Afti kalla kesarning basharasiga o'xshaydi. Buvining qo'liga yopishganda hammasi tugadi deb o'ylagandim. Sumkada nima bor edi? Pensiyasi bor edi. 11200 rubl. Men sizga karta ochishni taklif qilgandim. Pensiyangiz o'sha yerga tushardi. Keyin uni qaytadan tiklash ham mumkin bo'lardi. O'zingiz tinglamadingiz. Eshityapsizmi? Sizga aytayapman. Unga tegma. Aytgandek, ana bu yerda sut olib kelishibdi. Eshitdingizmi? Sut olib kelishibdi. Ветер тучи говорил, обдувая ей бока. Мое желание туча отгадай. Разве ты не видишь, туча? Без тебя намного лучше. Улетай скорее, улетай. Улетай, туча, улетай, туча, улетай. Улетай, туча, улетай. Asilmedia.net taqdim etadi. Ey Xudoyim. Yevgeniya Vasilyevna, xayrli kun. Men sizni ahvolingizni bilish uchun keldim. Mening ismim Mila Leonidovna. Ichkariga kirsam bo'ladimi? Yuragingizni o'zi qanday saramjoni sarishta. Tartibli odamlar yashashi shundoq ko'rinib turibdi. Bunaqasini ko'rmaganimga ancha bo'lgandi. Uy ham juda keng ekan. Siz kimsiz? Men Milaman, Leonidovna. Oshxona ana bu yerdami? Chexun pishlog'ini oldim. Bugun tayyorlangan qaymoq. Sizlangan bodring. Siz o'zi kimsiz? Voy, xavotir olmang, sizga yordam kerakmi? Men sizga yordam beraman. Maxsus tashkilotdan keldingizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Qani sizga 3 kunga yetadigan sho'rva tayyorlab beraman. Keyin esa osh damlayman. Kattaroq qozoningiz bormi? Tushunarli. Esing olib qolgan shekilli. Qani bu yerdan daf bo'l. Sizga tushlik tayyorlashimga ijozat bering, keyin hammasini tushuntirib beraman. Kerak emas, daf bo'l. Iltimos. Menga qara, espas, senga musht tushirishim mumkin. Mana. Tushirishingiz mumkin. Qo'lingiz juda ham qattiq ekan. O'zing aybdorsan, ahmoq. Muz bosish kerak. Bu yerga nimaga kelganingni ham bilmayman. Anchadan beri bunaqasi bo'lmaganda, esim oqib qolgandek bo'ldi.
Nima deb o'ylashim kerak edi? Ahmoqqa o'xshab yugurib kelding-ku o'zing. Rahmat. Tushuntiribroq gapirsang-chi. Kimsan o'zi? Men onaman. Sashaning onasi. U sizning sumkangizni o'g'irlab ketdi. Uni bugun hibsga olishdi. Aslida u juda mehribon bola. Hammasi narkotikni deb. Uni qamoqqa emas, davolashga yuborish kerak. Qamoqda u tamom bo'ladi. Menga baqirsangiz ham mayli. Ursangiz ham mayli. Xohlasangiz polingizni artib beraman. Oziq-ovqatingizni ham olib beraman. Faqat iltimos, arizangizni qaytarib oling. Shunday o'g'ling borligidan afsusdaman. U meni urushidan oldin ko'zlariga qarab qanday mehribon ekanligini angladim. Rost gapiryapman. Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? O'zing shunday tarbiyalading. Endi natijasini ham o'zing ko'r. Sizga kelayotib, nimaga umid qilganimni o'zim ham bilmayman. Bu yerdan daf bo'l. Oziq-ovqatingni ham o'zing bilan olib ket. Baribir sizga kelib turaman. Bekorlarni aytibsan. Fartugimni qaytar. Kechirasiz. Hech kim yo'q. Jinursin, bu yoqqa. Hech kim yo'q. Bular yana kim bo'ldi? O'g'lingni xotini bilan o'ynashimi? Qarindoshlaringning hammasi shu yerga kelmoqchimi? Chin so'zim, ularni tanimayman. Xali kun, biz sizning yuqoridagi qo'shnilaringizmiz. Bir daqiqa shu yerda turib tursak bo'ladimi? Hammasi aqlli, qani darrov bu yerdan daf bo'ling, hammangiz. Yo'qsa politsiyani chaqiraman. Iltimos, politsiyani chaqirishning keragi yo'q. Shunchaki shu yerda o'tirsak maylimi? Bo'ldi. Hoziroq uyimdan chiqmasangiz, baqiraman. Baqiraman. Iltimos, eshikni ochmang, iltimos. Iltimos. Iltimos, biz hammasini tushuntirib beramiz. Sizda hammasi joyidami? Hammasi joyida. Sizda-chi? Yuqori qavatda fohishalar turar ekan. Sizni tepangizda uyda shunaqa ishlar bo'lyapti. Shubhali odamlarni payqamadingizmi? Meni yoshimda hamma shubhali ko'rinadi. Shubhali narsa payqasangiz politsiyaga qo'ng'iroq qiling. Albatta. Fohishamiz deng. Bir seansga qancha olasiz? Soatiga 5000. Sizlar ikkitasiz. 1 soatda 10,000. Unday bo'lsa, tarif bilan to'laysiz. Buvijon, bopladi-ku. Yoqmasa daf bo'ling. Tashqarida Zolishkani qidirib yuribdi. Tuflingni ham olib kelasan. Mayli, agar ular o'sha yerda kuni bo'yi turishsa, demak, o'zimga yangi televizor sotib olaman. Qizlar, bilasizmi? Oshxonaga boraylik. Sizlarga rassolnik tayyorlab beraman. Yura qoling. Sho'rvani narxini oldin aytib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Liza, kechir. Ular senga qo'l ko'tarishmadimi? Ha, bumi? Eshikka sig'may qolganman. Mana bunisi esa yiqilib qolganman. Bunisi esa boshimni urib olganman. Bechora. Biram beso'noqa ekansan-ey. Liza, juda ham beso'noqa. Bir kvartirada turamiz. Yarim yilda 3 marta yoqib, suvga to'ldirib, to'nab ham ketishdi. Undan tashqari o'qishdan ham haydashdi. Keyin kassir bo'lib ishlay boshladi. Moliya bo'yicha mutaxassis bo'ldim. Qisqasi, hech omadimiz kelmadi. Mendan yordam so'rab kelganidan keyin boshqa choram bo'lmadi. Bizning birinchi mijozimiz politsiya xodimi bo'lib chiqdi. Sotilimni nazorat qilish. Qizlar, bu belgi. Lizajon, keragi yo'q. Yo'q, kerak. Menga pul kerak.
Operatsiya uchun kerak. Operatsiya. Voy xudoyim. Operatsiyagami? 10 daqiqadan keyin 2 soat bo'ladi. Yevgeniya Vasilyevna, siz bilan gaplashib olsak bo'ladimi? Qizlarga pulini qaytarib berishimiz kerak. Liza operatsiya uchun pul to'layotgan ekan. Shunaqami? Men uni cherkov ko'rmoqchimi deb o'ylabman. Unda meni pulimni qaytaring. Seni pulingnimi? Esing joyidami? Mening kvartiram, mening pulim. Bunaqasi ketmaydi. Bunaqasi ketmaydimi? Bu ikkita tannoz bir soatda mening 1 oylik pensiyamni topadi. Shu adolatdanmi? 50 yil umrimda mehnat qilib, 11.200 rubl pensiya olishim to'g'rimi seningcha? Ularga yordam berishimiz shart. Bizning himoyachilarimiz keldi. Balki qizlarni olib ketmoqchidir. Albatta, boshqa nima ham qilardi. Jennerson, ular nega kelishdi? 3 soat oynani oldida turmaganingda kassani olib chiqib ketgan bo'lardik. Shunaqami? Yoki hozir bizni ular bilan birga olib ketgan bo'lardi? Ishda qolishni ustasisan-ku. Kassani ular olib ketishmadimi? Nimani aytyapsan? U yerda 2 haftalik pul bor-ku. Agar politsiya topmagan ekan, seni esing joydami? Bizni yo ular, yo mana bular ushlab olishadi. Liza, politsiya ketmas ekan, ular kelmaydi. Ular pulni qayerga yashirishini bilasanmi? Albatta, ba'zilarga o'xshab ko'zimni yumib yurmayman har holda. Xo'sh, bechoralar, kimga yordam kerak? Buvijon, buvijon, yuqori qavatda bizning muhim narsalarimiz qolib ketdi. Hujjatlaringizmi? Ha, hujjatlarimiz, transport uchun biletlarimiz olib kelishga yordam bering, iltimos. Transport uchun bilet, yordam berishimiz kerak. Hoziroq boramiz. U yerda pul bor. 2 haftalik. Yo'qolsa xafa bo'lamiz. Yordam bersangiz, bo'lib olamiz. Tushunyapsizmi? Katta pulmi? Millionning u yo'q bu yog'i. Men adolat tarafdoriman. Yordam beraman deb va'da berding-ku. Men faqat yordam beraman dedim, pul o'g'irlayman demadim. Sen qayerga ketyapsan? Derazadan qarab tur. Kelyapti. 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 Bir nima qilib chalg'itib turishga harakat qil. Voy, judayam beso'naqaymanda. Chelak qo'limdan tushib ketdi. Yigitlar, kechirasizlar. Qo'lni artib qo'ymoqchi edim. Bugun kuni bo'yi u yoqdan bu yoqqa. Sizlar ham politsiyadamisiz? Biz? Ha, politsiyadamiz. Elita bo'lmasidan. Sizlardan judayam minnatdorman, bu kapalaklarni yo'qotadigan vaqt keldi. Nimaga qarab turibsan? U Askarbinku. Qidirishni davom et. Kuni tuni bayramda ham, dam olish kuni ham bir nima qulab, gursillab tutunning hidi chiqib turadi. Ortiq chidash mumkin emas. Yuqorida bizning yigitlarning ishi bitdimikin, bilmaysizmi mabodo? Qizlar, boshliqlaringiz keldi. Hozir men borib tekshirib kelaman. Agar sizga qiyin bo'lmasa. Albatta, kiyimlaringiz rasvo bo'ladi-ku. Mana bu xo'rozga o'xshagan kiyiming bilan birdan e'tiborni tortasan. Menga qarashadimi? Ha. Sen avval o'zingga qaradingmi? Yigitlar, hech kim yo'q.
Sizlarga rahmat. Бабло Pulni забрали. topib, Товар не тронул. molni tashlab ketishgan. Demak, u politsiyaning ishi emas. Boshliq bizni tiriklayin ko'mishani. Pulni yashirishni ajoyib usuli ekan. Eng oson usul. Qizlar, mana bu rezinkani men olsam maylimi? Xo'sh, 1.559.500. Qanday bo'lishamiz? Buvi, sizlar bo'lmasangiz hech nima qila olmagan bo'lardik. Shuning uchun tenglik bo'lamiz, shundaymi, Liza? Qizlar, men bu pullarni ola olmayman. Shuning uchun o'z ulushimni Lizaga beraman. Ahmoq, senga kim ulush bermoqchi? O'g'ling yetkazgan ma'naviy zarar uchun menga qarzdorsan. Mila Leonidovna, Yevgeniya Vasilyevna, avvaliga nishonlaylik. Keyin gaplashib olaveramiz. Ichishga biror narsa topiladimi? Voy, men xuddi yuragim bir nimani sezgandek bir shisha ichimlik olib keluvdim. Muhabbat uchun. Qizlar. Qizlar, mening muhabbatim bor edi. Arslon kabi edi. Kelishgan, baland bo'yli, sportchi menga uylanish uchun qo'limni so'radi. Sevaman dedi. Meni qanday sevadi? Mening o'g'lim bor. Yolg'iz onaman. Meni qanday ataganini bilasizmi? Kapalak. Romantik ekan. Keyin uylandingizmi? Qayerdan ham uylanardik? Hammasi o'sha yerda tugagan. Haligacha afsuslanaman. Lirik hikoyalaringizdan quloq bitib qolay deyapti. Nima uchun ko'taramiz? Do'stni shunchaki sevish uchun emas, chin dildan sevish uchun ko'taraylik. Bunaqa pul bilan tunda ketish oson bo'lmaydi. Boshimizni yorib olib ketishlari mumkin. Mumkin. Yevgeniya Vasilyevna, uyingizda tunasak maylimi? Yo'q. Yevgeniya Vasilyevna, bunday miqdordagi pul bilan tunda ketish xavfli-ku. Ha, ertalab bo'lishib olamiz. Bo'pti, qolishingiz mumkin. Kapalak, sen esa uyingga bor. Senga yotish uchun joy yo'q. Bo'pti, kelishdik. Еще не вечер, ошибок прошлых мы уже не повторим. Yevgeniya Vasilyevna, men ertaga kelaman. Tezroq keta qolsang-chi endi, Chinurgur. Jin ursin. Dugonang dush qabul qilyapti. Suv qattiq oqqanida o'chirishing mumkin. Jin ursin. Senga qanday operatsiya qilmoqchi edilar? Aytishga yelaman. Jinsiy a'zongami? Yo'q. Ko'kragimga. 4-o'lchamgacha o'sirmoqchiman. Voy ahmoq. Ondan ko'ra miyangni o'sirsang bo'lardi. Siz baribir tushunmaysiz. Nimani tushunmayman? O'sha ko'kragingni kattartirish uchun o'zingni sotayotganingni, burnimni operatsiya qildirib, labimni kattartirishni, quloqlarimni ortiqni olib tashlashni istayman. Qanday? Quloqlarimni ko'ryapsizmi? Men hayotimda hech kimga yo'qmaganman. Endi yigitlar senga quloqing katta bo'lgani uchun qarashmaydi. Qartun yangi quloq bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? 3 kun ishladim. Meni hech kim tanlamadi. Faqat qalliga kalla kesar menga kelganda hammasi murakkablashib ketadi. Axir kasbing shunday, nima qilarding? Umuman olganda kasbim ishlab chiqarish kompleksini boshqarish bo'yicha mutaxassis. Lekin o'zingga ko'ngling to'lmaydi. Bu yerdan keta qol, idishlarni o'zim yuvaman.
Bu yerda nima qilyapsan? Kechirasiz, men shunchaki eshikni adashtirib kirib qoldim. Darhol bu yerdan daf bo'l. Iltimos kechiring. Yevgeniya Vasilyevna, nima uchun arizangizni qaytarib olmoqchisiz? Shunchaki qaytarib olishni xohlayman. Kecha mening ko'z oldimda gumondor shaxsni qo'lga tushirdik. Jinoyat ishi ochildi. Arizani qaytarib olish mumkin emas. Mana hamma hujjatlarni rasmiylashtirib qo'ydik. Voy xudoyim. Bu odam emas-ku. Xuddi o'zi. Yevgeniya Vasilyevna, sizning tasvirlaringizga mos keladi. Meni boshimdan urishdi. Uning basharasi esimda yo'q. Agar hech narsa esingizda yo'q bo'lsa, bu yigit emasligini qayerdan bilasiz? Yuzini ko'rdim. Ko'z oldimda turibdi, lekin bu yigit emas. Boshqasimi? Boshqasi. Qanday? Boshqacha. Yevgeniya Vasilyevna, iltimos uni tasvirlab bering. Begunoh odamni qamoqqa olishni istamaymiz, o'zingiz tushunasiz. Esingizga tushirishga urinib ko'ring, iltimos, Yevgeniya Vasilyevna. Yozing. Qop-qora yigit. Jingalak sochli. Ko'zlari qora. Domboqqina. Soqoli ham bor. Esi joyida emasga o'xshaydi. Yozing, yozing. Sveta. Sveta. Жenya Vasilyevna, Жenya Vasilyevna. Hammamiz o'tirib choy ichamizmi? Qayerdan kelyapsiz? Zooparkdan. Maymunning qafasida bo'ldim. Bitta maymunni ozodlikka chiqarishini so'radim. Rahmat. Rahmat. O'zingni o'g'lingni quchoqlaysan, menga tegma. Qizlar. Qizlar, nonushta qilib olaylik. Qizil baliq olib keldim. Sveta, sizlar bilan ketmadimi? U qayerga ketdi? Hayot juda qiziq. Kechagina boy yedik. Rasolnik ichdik. Bugun esa g'irt qashshoqmiz. Ikra yeb o'tiribmiz. Sveta, kelishingni bilgandim. Bizni pulimiz qani? Uni biz Sveta ikkimiz o'g'irladik. Buvijonlarning bunga aloqasi yo'q. Aloqamiz bo'lganda qandoq? Bizni pulimiz qani? Hammasi chalkashib ketdi. Sveta ikkimiz o'g'irlangan pullarni bizdan o'g'irlab ketishdi. Kim? Sveta. Uyg'onsam Sveta ham, pul ham yo'q. Faqat bu jonlarga tegmang. Nima qilamiz? Sizlar o'g'irladingiz. Sizlar topasiz. 2 million. Qanaqa 2 million? 1,5 million edi. Теперь 2. Endi 2 million. O'zing bir o'ylab ko'r. Qolganini biz qayerdan topamiz?
Kvartirada ikkita xona bor. Bittasini sotamiz. Ikkinchisida ishlaymiz. 2 mavsumda ishlasak ham bo'ladi. 8 soatdan. Soatiga 3000. Nega 5000 emas? Ремонт. Ta'miri yaxshi emas. Biroz tejash kerak. Hammasi bo'lib 48000. Xarajatlar bor, hokimiyatga kerakli narsalar, undan boshqa narsalar bor. Hammasi bo'lib 320 000 bo'ladi. 2 millionga bo'lsak 61, yo'q 62 kuni chiqadi. Dam olish kunlarini hisoblamadim. Sizlarning kvartirangizni qarzingiz hisobidan arendaga beramiz. Kvartiraga yana kimdir ro'yxatga olinganmi? Nima o'ylaganing bor? Shaytonlar. Bitta podyezdda ikkita kvartiradan oshmaydi. Mijozlarimiz shu yerga o'rgangan. Sizni esa qorovul sifatida ishga olamiz. O'lsam ham sizlarga kvartiramni bermayman. Unda biz sizni o'ldiramiz. Xudo xayringni bersin. Shunda ham hayotimdan to'yganman. Endi nima bo'ladi? Продолжай, Алексей. Aleksey, davom et. Поднажми еще. Yana biroz qis. Roziman. Kechirasiz nima? Roziman. Roziman. Алексей. Aleksey, Она u rozi. Mana, ichib ol. У вас 2 Ochilishga tayyorlanishga 2 kun beraman. открытию. Ahmoqlik qilib o'tirmang. Yevgeniya Vasilyevna, bo'linmaga keling. Biz sizning tasvirlaganingizga mos keladigan gumondorni ushladik. Описанию. Ага. U emas-ku. Aytdim-ku, men emas deb. Посмотрите Yaxshilab qarang. Вы же Sizning tasviringizni xuddi o'zi. Uni nega olib keldingiz? Bozordagi karamga o'xshaydi-ku. Уводить. Olib keting. Я на вас жаловался. Men ustingizdan ariza yozaman. Sasha, Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Sasha uydamisan? Я изжарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Лето. Сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Да-да-да. Лето. Все хулиганы при кастетах. У них, наверное, вендетта. Но, впрочем, это ерунда. Да-д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 а. Лето. От комаров спасения нету. А в магазинах нету денты. В почете доноры у нас. Что ты Bizga aytadigan yana biror gapingiz bormi? Bitta tanishimda boshqa shahardagi muammo bor. U politsiyaga aytishga qo'rqadi. Yevgeniya Vasilyevna, nima bo'ldi? Menda hammasi joyida. знакомый ваш? Tanishingizni aytyapman. Uning uyidan galla kesarlar, fohishalar uyini ochmoqchi. Бандит. Qaroqchilarmi? Ha, qaroqchilar. Бордель. Fohishalar uyinimi? Ha, dugonamning mutlaqo bunga aloqasi yo'q. Hammasiga fohisha qizlar aybdor.
Ular o'zlari uning uyiga kirib olishgan. Keyin birgalikda o'sha qaroqchilarning pulini o'g'irlashadi. U yerda 1,5 million rubl bo'ladi. Qaroqchilar esa 2 million bo'lgan deyishadi. Agar pulni qaytarmasangiz, o'sha uydan fohishalar uyini ochamiz deydi. Balki u tinchlantiruvchi dori ichish kerakdir. Tomiri o't o'lanlar degandek. Bitta jinoyat haqidagi jurnalda o'qigandim. Shunga o'xshash vaziyatlarda politsiya o'sha odamlarni kun-tun nazoratga olish kerakmish. Siz qachon ishni boshlaysiz? Когда бордель Qachon fohishalar uyini ochasiz o'shanda. прямо Tushunarlimi? Undan oldin qamoqqa olishni iloji yo'qmi? борделя. Fohishalar uyi bo'lmasa, ularning qo'lga ola olmaymiz. Dalil kerak. Ya'ni fohishalar uyida sizga dalil bo'lish uchun nima bo'lishi kerak? Aytingchi. Bu yo'g'ini o'zingiz o'ylab ko'ring. Balki maxsus bino, apparatga o'xshash narsalarni olish kerakmi? Shunaqami? Ну, Ha, Hayot uchun xavfli bo'lishi mumkinmi? привлеките maxsus guruhning e'tiborini jalb qilish kerak. Buni qanday qilaman? Шторы Pardalarni oching yoki chiroqni o'chirib yoqing. Hammasini yozib oldim. извините. Kechirasiz, vazirlikdan muhim qo'ng'iroq. Kechirim so'rayman. Hech qisi yo'q. Bu maxfiy. Kechirasiz. Xayr. Ha, oyi. Ehtiyot bo'ling. Jinursin. Sening o'g'lingmi? Ularga o'zim qo'ng'iroq qildim. O'zimni kuchim yetmadi. Yevgeniya Vasilyevna, meni qo'llab kelganingizdan xursandman. Ish bilan keldim. Politsiya nazorat o'rnatadi. Podyezdda qaroqchilarni qo'lga olishadi. Hammasi yaxshilik bilan yakun topishidan xursandman. Hech nima tugamadi. Agar fohishalar uyini ochmasak, ularni qo'lga olish olmaydi. Fohishalar uyi o'zidan o'zi ochilmaydi. Kerak bo'lsa, kvartirani o'zgartirishimiz kerak. Ish joyini tayyorlab, ichiga narsalar sotib olamiz. Vaqtimiz yo'q, tezroq narsalaringni yig'ishtir. Yevgeniya Vasilyevna, kechirasiz. Men sizga yordam bera olmayman. Mening o'g'limni olib ketishdi. Shu uchun qayg'urib o'tiribman. Qayg'urishning nima keragi bor? Uni olib ketishdi-ku. Sen esa menga yordam beraman deb va'da berding. Jenya, yordam bera olmayman. Hujjatlarni tug'ilganligi haqida guvohnomani olib kel deyishdi. Yuragim og'riyapti axir. Снова все плечи. Просто целуй меня нежно. Держи меня крепче. Все. Глаза, глаза, ладонь, ладонь, да навечно. Спасибо, что делаешь счастливой. Между нами осмос и бесконечность. Мы одно целое, мы неделимы. Chapillatmay. Kechirasiz. Qisqasi, kompyuterni sotdim. Kvartiradan chiqdim. Kafilga olingan pulni qaytarib berishdi. Qapmasi 45 ming bo'ldi. Baribir bu pullar yetmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi deb umid qilaman. Jinursin.
Voy besonaqay. Nima qilib turibsan? Kirmaysanmi? O, vintajmi? O'zingni aqlli qilib ko'rsatma. Yechin. Buning hammasi siznikimi? Ha. O'tmishda menda hammasi bor edi. Muvaffaqiyatlarim ham, mukofotlarim ham, pul ham. Sportdagi lavozimdan ketganimdan keyin yoshlarni mashq qildirdim. Ko'p yillar davomida sport bilan shug'ullandim. Bitta ahmoqni uchratdim. Qizini ham olib keldi. Tarbiyasiz. Uni mashq qildirishdan bosh tortdim. U menga pul taklif qildi, men bosh tortdim. U esa meni ishdan haydattirdi. Bolalarni tashlab ketishga ko'zim qiymadi. O'zimga esa Xudo bola bermadi. 15 yildan beri o'likka o'xshab yashayapman. Hech narsam qolmadi. Erim ham yo'q. Pulim tugaganidan keyin ketib qoldi. Sevimli ishimdan ham ayrildim. Pulim ham yo'q. Pensiyam hech nimaga yetmaydi. Umringni behudaga sarf qilma, ahmoq. O'qi. Yaxshi ish top. Ko'kraging bilan qulog'ingni ham shu holda yaxshi ko'rsin. Qo'llaringni ham shu holida yaxshi ko'rsin. Seni shu holingda qabul qilsin. Yaxshi yigit top. Besonaqay holingda ham yaxshi ko'rsin. Yevgeniya Vasilyevna, men sizga bir narsalar olib keldim. Yumshoq sochiqlar, xushbo'y hidli sovunlar, ruminiyalik. Qani, yordam berib yuboray. Проходит день за днем, за годом год, и мы живем, не ведая забот. Хотя нам очень бы хотелось, чтоб было все наоборот, чтоб жизнь от будней прояснилась. Qoyil. Nafaqachilarga yengillik bormi? Вихрем закружило все вокруг. Однажды день такой приходит, и говорит нам сердце стук. Любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти. Девушка! Xonim, xayrli kech. Issiqxona, toza choyshab, tayyor taom, yonida jamoat transporti yuradigan avtobus bekati bor. Yangi darajaga chiqasiz. Oyim har doim, Raya. Agar yana ishlashni boshlasang, hayot senga imkoniyat beradi derdilar. Что на песке мы строим замок, и понапрасну верим в сны. Мы неудачи можем забывать и вновь свои ошибки исправлять. Когда понравится нам кто-то, нам сердце говорит опять. Boshlanishi yomon emas. Kadrlar bormi? Janoblar, xavotir olmang. Raisa. Ты откуда такой смешной? Я тебя по глазам читаю. Ты как будто следишь за мной. Думаешь, я не замечаю. Просто я с тобой играю. Ой, как нравишься ты мне. Я тебе не уступаю.
Raya, sizning qancha yillik tajribangiz bor? 32 yil. Обнимает нас лунный свет. Все проблемы уходят прочь. Ты готов услышать нет? Kalitlarni tayyorlang, yigitlar. Yumshoq eshik ochiladi. Chiroq, sizlarga parda yopib turgani ma'qulmi yoki ochiq turganmi? Yo'q, yaxshisi yopib qolay. Keyin ochamiz. Yo hozircha yopiq tursin. Yo'q, menimcha ochib qo'yganim ma'qul. Xo'sh, ochilish marosimini yakunlaymiz. Ofarin. Raisani muhim mijozlarga qoldiring. Biz ketishimiz kerak. To'xta, shoshma. Ana bu qiz bilan alohida ketgan bo'lardim. Kechirasiz, men bugun ishlamayman. Bugun boshlaysan. Tinchlaning. O'zingni qanday tutayapsan? Nega haddingdan oshyapsan? Men seni uyimga kirgizib ovqat berib, maslahat bersam, u meni aldab ketmoqchimisan? Yigitlar dam olishga keldi. Sen esa menga tomosha ko'rsatmoqchimisan? Esing joyidami? Qani dof bo'l bu yerdan. Tarbiyasiz. Ket deyapman bu yerdan, ahmoq. Lizajon, dof bo'l. Dof bo'l. Evgeniya Vasilyevna, bu nima qilganingiz? Qoch, ahmoq. Shunday qilib, ahmoqlar. Bu yerda hech qanaqa ko'ngilxushlik bo'lmaydi. Politsiya kelyapti. Evgeniya Vasilyevna, meni kechiring. Hammasi meni deb bo'ldi. So'zlashni bas qil. Kechirdim. Rostdanmi? Rahmat sizga. Yana siz deyapsanmi? Voy, senga. Evgeniya Vasilyevna, rahmat senga. Senga. Ataganim bor. Qara. Bu nima? Kiyib ko'r. Iltimos ko'rsangchi, iltimos kiya qol endi. Bu nima? Nima qilyapsan? Voy. Qanday chiroyli. Mana qara. Mana. Qara. Kimga o'xshab qoldim? Qo'yni harakat. O'lsang go'zal bo'lib o'l. Omad olib kelish ham mumkin. Shu yetmay turganda. Qo'lga umrni uzartadi deyshadi. Hozir tekshirib ko'ramiz. Xudoyim. Kapalak, bu senmisan? Ha, Mila. 35 yil o'tdi. Sen esa o'shasan. Shaxsiy hayotingda nima yangiliklar bor? Bu yoshimda qanday shaxsiy hayot bo'lishi mumkin? Mila, yosh faqat boshimizda. Yuzingda ham, qo'lingda ham ko'rinib turadi. Baribir qochib qutulmaysan. Qochishni keragi yo'q. To'g'ri ovqatlanib, kimyoviy moddalarni aralashtirmasdan yashash to'g'ri deb o'ylayman. Mana menga qara, 3 yildan beri glutensiz yashayapman. Tushunmadim. Gluten har xil aralashtirmasiz. Bo'tqa, makaron, kolbasa hammasi sog'liqqa zarar. Unda nima yeysan?
foydali narsani. Har xil o'lanlarni, har xil mevalar va sabzavotlarni keyin esa kinosiz yashay olmayman. Voy, men ham filmlarni yaxshi ko'raman. Ayniqsa muhabbat haqidagisini. Kino bu axir guruh-ku. Ey xudoyim. Bunchalar ahmoq bo'lmasam, sening avvalgi sevgilingdan ham oshib tushdim-ku. Hech qisi yo'q. Ot minaman, velosiped, tennis, fitnessga boraman. Men bilan borasanmi? Sen bilan narigi dunyoga ham borishga roziman. Yangi pishgan mevalar. Lyova, hazillashyapsanmi? Men jiddiy aytyapman. Behuda ketgan vaqtni qaytaramiz. Yoga, pilates, basseyn. Men suzishni bilmayman-ku, rostdan ham bilmayman. O'rganasan. Balki ishni hal qilarmiz. Vaqt ham allamahal bo'lib qoldi. Esi joyda odamlar allaqachon shirin uyquda. Qizlar. Sizlarning qarzlaringiz yo'q. Hammasini o'chirib tashladik. Lyova. Rahmat sizga. Xayr. Liza Leonidovna. Женя, yana biroz o'tiraylik. Men dorimni ichishim kerak. Evgeniya, iltimos yana biroz o'tiring. Anchadan beri tanishmisiz? Ko'p yillardan beri tanishmiz. Afsus. Только я и ты, да только я и ты, да ты и я. Только мы с тобой, да только мы с тобой, да мы с тобой. Было так всегда. Будет так всегда. Все в мире любовь, да лишь она, пусть плывут века, словно облака. Любви не будет конца во все времена. Только я и ты, да только я и ты, да я и ты. Marhamat. Rahmat. Xayr, Lyudmila Leonidovna. Xayr, Evgeniya Vasilyevna. Xudo saqlasin. Kerak bo'lib qolsa, qo'ng'iroq qilavering. Shu yerdamiz. Qanday ajoyib. Вот так любишь Bittasini sevib qolasan, keyin uni 30 yildan keyin uchratasan. U esa kampir bo'lib qolgan. а она уже Ha. Ha, Ketdikmi? Soat necha bo'ldi? 8 bo'ldi. Demak, ishlashimiz kerak. Jenya Vasilyevna, nima bo'ldi, Jenya? Jenya Vasilyevna, qayerga ketyapsiz? Ularni so'nggi bor qachon ko'rdingiz? Evgeniya Vasilyevna, to'xtang. To'xtang. Meni o'z holimga qo'y. Bu nima qilganingiz? Mastmisiz? Yo'q, mast emasmiz. Liza, salom. Biz mastmiz. Mana, unga quloq solmang. Nima deyotganini o'zi ham bilmaydi. Seni hali shoshmay tur. O'rtoq militsioner, janob, u hozir bir odamga tuhmat qilmoqchi. Tuhmatmi? U haqiqiy qaroqchi. Kallakesar, uni niyatini bilasanmi? U sening emas, mening kvartiramni tortib olmoqchi. Quloq soling, uni darhol hibsga olish kerak. O'z ishingizni bajaring. Evgeniya Vasilyevna. Senlarga o'xshagan ahmoqlarning ishini men bajardim. Qayerga qoldingiz? Nazoratingiz qayerda qoldi?
Leva ajoyib odam, u sportchi. Leva sportchi, ajoyib odammi? Agar u bilan 30 yil avval ko'ngil yarashtirmaganingda bizni o'sha yerda yo'q qilardi. U bizga tegmaydi. Tekkan bo'lardi. Hozir o'zim seni adabingni berib qo'yaman. Qani kel. Bo'ldi bas. Tinchlaninglar. Siz mana bu Levani aytyapsizmi? Ha, xuddi o'zi. Xuddi o'zi. Xafa bo'lmang, hammasi yaxshi. Leva bizning vaziyatimizni tushundi. Biz hech kimga qarz emasmiz. Leva juda yaxshi odam. Хороший Yaxshi odam narkotik moddasini qabul qilmaydi. не будет. Leva, narkotik. U butun shaharga narkotik moddasini tarqatgan. Он у нас уже давно. Uni anchadan beri izlab yurgandik. Mila. Mila, to'xta. Mila. Mila. Mila, to'xta deyapman. Men u bilan quchoqlashdim-ku. Yaxshi odam. Yaxshi odam deb o'ylabman. Narkotik moddasini ham qabul qilar ekan. Oxirgacha ishongim kelmagandi. U ishlarni yaxshi bajarardi. Es-hushimni olib qo'ydi. Jasur, mard. Bunaqa yomonligini bilganimda, bunaqa ishlarga qo'li boradi deb umuman o'ylamagandim. Har xil odamlar bor. Hamma shunaqa. Seni Levang hali yomonlik qilmadi. Shuning uchun ham yolg'iz yashayman. Jenya, seni haqorat qilganim uchun kechir. Sen ham meni kechir. Kela qol o'zimga. Lyudmila Leonidovna, Есть sizga taklifim bor. Leva. Salom. Menga o'rgataman deb va'da berganding. Esingdami? Sportdagi birinchi qoida raqibing nima o'ylayotganini oldindan bilishing kerak. Raqibingga undan qo'rqishingni hech qachon sezdirmasliging kerak. Tushundingmi? Maxsus guruh boshlang. Только я и ты, да только я и ты, да я и ты. Только мы с тобой, да только мы с тобой, да мы с тобой. Синим небесам я расскажу о том, что знаю сам. Белым облакам я расскажу о том, как я люблю тебя. Только я и ты, да только я и ты, да ты и я. Было так всегда. Будет так всегда. Всё в мире любовь, да лишь она, пусть плывут века.
Ветер тучи говорил, обдувая ей бока. Мое желание туча, отгадай. Разве ты не видишь, туча, без тебя намного лучше? Улетай скорее, улетай. Разве ты не видишь, туча, без тебя намного лучше? Улетай скорее, улетай. Будто нет других забот, чем гоняться за тобой. Скорей дождем пролейся и растай. Xonimlar, hisobingiz ochiq. Qanday summa solasizlar? Tengdek.